Tashakkur. Demak, hammamiz orzu qilib kutyapmiz. Ajoyib san'atkor, so'z ustasi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Obidjon Asomovni sahnaga taklif etamiz. Marhamat ustoz. Bugun ish qilib yotadigan bo'lib kelganmisizlar. Mana shu konsertlarda sahnaga chiqamiz. Respublikamiz bo'ylab yuramiz. Mana kecha kechqurun men Qarshida edim. Bugun Buxorodaman, ertaga Toshkentda, indinga xudo xolasa Andijonda. Shunaqa yuraveramiz. Ishimiz shunaqa. Bir oy yovib ketibman Moskvada. Toshkentga kelsam 13 yoshar o'g'lim chiqib qolib, "Amaki, sizga kim kerak?" deydi. Aytib, "Dadayman" dedim. Esdan chiqib qolar ekan. Endi sizlar hech xafa bo'lmanglar. Masalan, biz Buxoroda bo'lib qoldik. Poytaxt Toshkent, Buxorodan ancha yo'l, samolyotda 1 soat 20 minut. Sizlar xursand bo'linglar shu Buxoroda yashayotganlarga. Men masalan, agar shu yerdan bitta yaxshi hovli olib bersanglar, ko'chib kelardim Buxoroga, o'ylay agar. Juda charchadim Toshkentdan. Bilasizlarmi nimaga? Toshkent, yo xudo. Sekinroq uka. Kansl bo'lyapti. Yana pataqaga boraylik. G'alati tashadi o'zini. Tavba qildim. Buni tushganini ko'rib, men bir voqea esimga tushdi. Bir marta shu saroyga kelganda aytib berdim. Endi saroy kichikroqda. Toshkentda Xalqlar do'stligi saroyi bor, hozir Istiqlol deb nomini o'zgartirishdi. U saroy bunga bir 4 ta keladi, katta. Bu yerga 1000 ta odam sig'sa, Istiqlol saroyiga 4200 ta odam sig'adi. Endi bu yerda balkondaglardan so'radim, "Meni ko'ryapsizlarmi?" "Ha, ko'ryapmiz" deydi. Toshkentda ko'rmaydi-da. Uzoqda juda ham, tepada. Men bu yerga kelsam, chetga umuman ko'rinmayman. Bir bechora endi shu Obidni ko'raman deb shunaqasi kelaveribdi. Qani o'zi, qani? Gup etib tushib ketib qopti pastga. Voy, 4000 ta odam Obid kerak emas, o'shaqa qaradi hamma. Obid turibdi sahnada, hech kimga itga ham kerak emas Obid. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Ha, o'ynashi bilan tushgan ekan konsertga, xotini bilib qotib shekilli. Janjal bo'lyapti. Ana militsiya ham keldi, qarang. Militsiya kelib, tarqalinglar. Nima bo'lyapti bu yerda? Haligi tushgan joyi bo'sh ekan. Shunday tushib, shunday o'tirib qoldi. Militsiya kelib, "Nima bo'lyapti siz?" "Bilmayman aka, men xos tepadan tushdim o'zi men." Shunga o'xshab, bu ham gup etib tushib ketdi. Men boshlayotgan gapim, Toshkent bir paytlar non shahri bo'lgan, kinolarda ko'rgansizlar, urush paytida nemislar bilan urushayotgan, fashistlar bilan urushayotgan paytda O'zbekiston boqqan Sovet jangchilarini o'sha davrda non bilan Toshkent poytaxt non shahri. Toshkent город хлебный deyishgan. Keyin Toshkent do'stlik shahri bo'ldi. Toshkent город дружбы. Hozir Toshkent qanaqa shahar desa, men aytamanki, hozir Toshkent ashulachilar shahri. Ashulachilar shahri. 6,5 million Toshkent aholisiga 7,5 million ashulachi. Tiqilib ketdi ashulachi. Tosh otsangiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist boshiga tushadi. Shunaqa ko'pda ashulachi. Ilgari har joydan bitta bo'lardi. Andijondan Sherali Jo'rayev, Toshkentdan G'ulomjon Yoqubov, Namangandan Kamoliddin Rahimov, Buxorodan Ahmadjon Shukurov, Xorazmdan Ortiq Otajonov, Turkmanistondan Bobomurod Hamdam. Ayollardan bir dona ashulachi, Almaxon Hayitova. Abush. Boshqa artist yo'q edi. Hozir ayollarni o'zi bosib tashadi. Yulduz, Umida, Dilfuza, Mavluda, Mahfuza, Ra'no, Allo, Shahlolla, Shahrizoda, Shahzoda, Ozoda, Sayora, Sivara, Sarvara, Varvara, Shalvara, Klara, Nigina, Sagina, Sabrina, Yasmina, Jasmina, Mina, Bomba, Dinamit. Bu hammasi emas. Men yarmidan ko'pini tanimayman. Dahshat ashulachilar bor. Voy, qo'rqib ketasiz. Bittasi chiqib ashlayapti. Sizlar ham eshitgandirsizlar, bu yoqqa ham yetib kelgandir. "Ah, ko'ylay qorashimda. Uchrashuv bor peshinda" deydi. Jinnimi u? "Ah, ko'ylay qorashimda, uchrashuv bor peshinda." Men qolganini aytdim. "Ah, ko'ylay qora tursuvda, uchrashuv bor Chorsuvda." Qiziqda, bir yigit chiqdi. Men uni she'r o'qiyapti deb o'ylab, ashula aytayotgan ekan. Bunday o'tirib olgan. O'tirib olib, "Men sizlarga hozir bitta gap aytaman. Men bitta qizni yaxshi ko'rib qoldim-da, uni ketidan yurdim-da. Uyga borib eshigini tagiga yotib oldim-da bir hafta.
Uni boshqa eshigi bor ekan, u yoqdan chiqib yerga tegib ketibdi. Yor, ey, yor ey. Voy. Ashulami shu? Bittasi chiqib olgan. Chochi uzun. Ayolga o'xshaydi. Mana senga o'sha kayf. Mana senga o'sha kayf. Qanaqa ashula u? Ertalab 11 da qanaqa kayf? Bitta tomi ketgan chiqdi. Vobshe tom yo'qda, kirishi yo'q. Meni yorim kichkinadir, darchasidan qichqiradir deydi. Yori kichkina ekan, menday bo'lsa kerak-da. Darcha degani fortishka. Fortishka qayerda bo'ladi? Tualetda bo'ladi. O'sha yerda o'tirib qichqirar ekan ko'chadan erkaklar o'tsa. Qanaqa ashula bu? Bular hammasi kasal. Ularni davolash kerak bitta jinnixonaga borib. Ozodbek Nazarbekov yaxshi ko'rasizlarmi? Shu bola ham sog' emas. Tochli kasal. Ashulari g'alati. Chang ko'chalar, chang ko'chalar. Aspaldan yur. Chang ko'chani nima qilasan? Qani, Rayhon senga uylanaman, go'shangamiz bog' bo'ladi, deydi. Aytib, Ozod toming ketganmi? Ha, go'shanga bog'da bo'lsa, bog'ning atrofi ochiq bo'ladi. O'tgan ketganlar tomosha qilib o'tadimi? Sog'lik ostiga. Nima qilyapsizlar Rayhon bilan? Jib bo'lsa, o'tib ketadimi? Qanaqa shular u? Ular hammasi sog' emas. To'g'risi. Ozodbek Nazarbekov 17 kun konsert berdi o'sha saroyda. 17 kun ayollar tushdi. Rostdan ham yaxshi ko'rasizlarmi qizlar shu Ozodbekni? Nimasini yaxshi ko'rasizlar? Qop-qora bir qirg'izga o'xshagan bola bo'lsa. O'tirishib, Ozod! Nimasi Ozod? Aytaman, biz ayollarda ham fokus qolmabdi deb vobshe. Men o'zimcha o'ylayman-da, erkak kishi kichkina bo'lsa ham simpatichniy bo'lsa-da bundoq. Hozir shunaqa zamon, o'zingiz maqtamasiz, itam maqtamaydi. 17 kun konsert berdi Ozodbek. 17 kun zal to'la ayol, erkak yo'q, faqat ayollar o'tiribdi. Men qoyil qolganim, erkaklarimiz mana deysiz. Mana Buxorodan jo'natgan xotinini bor, yo'qol Ozod konsertini ko'r. Samarqanddan jo'natgan, Toshkentning hammasi xotinini jo'natgan konsertga. Xotinlar Ozodni ko'ryapti, erkaklar choyxonada. Yasha Ozod. Umring uzoq bo'lsin Ozod. Sen u yoqda Ozod, biz bu yoqda Ozod. Qo'y to'ldirib. Ha, umring uzoq bo'lsin. 1 yil qo'ymaysanmi konsert? Har kuni jo'natmagan nomard. Quloq tinch bo'lsa bo'ldi. To'g'risi, u erkaklarga Ozod kerak, erkaklarga choyxona kerak, maishat kerak. Endi shu gap chetda qolsin-u, bu san'atkorlarimiz o'zi yetmaganday hammasi yoniga qarindosh urug'ini qo'shib olyapti. Sezyapsizlarmi? Begona yo'q. Yulduz Usmonova o'zi Turkiyada qizi chiqdi, Nilufar Usmonova. U ham mashulachi. Xayrilla Lutfullayev o'g'lini qo'shib oldi. Nodir Lutfullayev, u ham mashulachi. Hasan Rajabiyni o'g'li Aziz Rajabiy, u ham mashulachi. Ortiq Otajonov o'g'illari, jiyanlari, nevarasi, uydagi o'rtasi ham mashulachi. Ravshan Komilov o'g'li ashulachi. Ko'rdinglarmi? Farruh Komilov ensalarim qotib ketdi. Ota bola bitta qizni ketdan yuribdi. Kasal bu bular. Sog' emas. To'g'risi. G'alati-da. Endi qarang, chet el artistlari bilan biz o'zbek ashulachilari nima farqi bor? Men aytaman, chet el ashulachilari qimmat. Bizning o'zbek ashulachilarimiz arzon, Xitoyga bolaga o'xshaydi. Suv tekinda arzon, o'shancha ko'p. Ya Amerikada Michael Jackson degan ashulachi o'lib qoldi. Xudo rahmat qilsin, musulmonchilikni qabul qilgan ekan. Amerika 3 oy ko'mdi Michael Jackson. Bitta artistga, u ham yetmaganday duxiy chiqardi. Michael Jackson. Ayollar, qizlar, sizlar uchun talash, otliqqa ham yo'q. $500 turadi. Duxiy Michael Jackson. O'zbekni puliga aylantirsangiz, 1 million so'mga eringiz duxiy olib beradi. Pist qilsangiz, Michael Jacksonni hidi chiqadi. Talash yo'q. Madonna degan ashulachisi duxiy chiqardi. Madonna $500. Whitney Houston degan ashulachi $300 ga duxiy chiqardi. Whitney degan Leonardo DiCaprio degan artist bor, Titanic degan kinoda o'ynagan, u palakatam duxiy chiqardi.
o'zini nomiga dekabr yog'di falokat. $500. Rossiyada Alla Pugachova degan ashulachi kampir 64 ga chiqqan. Alla degan duxiy chiqardi $300. Bizani ashulachilar nima chiqaryapti? Bular qurtam chiqarayotgani yo'q. Hech kim olmaydi-da, kim oladi? Masalan, duxiy Ortiq Otajonov. Separmi deylar ayollar. Pisht siz Ortiq akamni kelib tursa. Eringiz keladi. Sendan nimaga Ortiq Otajonov kelyapti? Bu yoqqa yurchi deydi. Yoki duxiy Sherali Jo'rayev. Voy. Yoki tualetnaya vada Ravshan Komilov. Mana Ozodbekni yaxshi ko'ramiz do'stlar. Ozodbek Nazarbekov degan duxiy chiqsa olarmi deylar, to'g'risi. Qizlar olarmi deylar? Ha? Voy. Bilasiz, bundan qanaqa hid chiqadi. Gapingizni qarang. Olaman deydi. Uyingizga olib borib beraman Ozodni o'zini. Duxiysini nima qilasiz? Ozodning nomiga duxiy chiqarib bo'lmaydi. Ozodning nomiga Kirsovun chiqarish mumkin. Kirsovun Ozodbek. Mayli, siz juda yaxshi ko'rar ekansiz. Atirsovun, mayli. Ozoda Nursaidova nomiga duxiy chiqarib bo'ladimi? Duxiy Ozoda Nursaidova. 18 so'm 25 teng. Ozodaning nomiga kir yuvadigan parashok chiqarish mumkin. Taytni o'rniga Ozoda top-toza yuvadi. Dezadaram Sardor Rahimxon. Pisht. Qo'ltig'ini tagiga sepishdan u yog'iga yaramaydi. To'g'risi? Ana bir ashulachilar chiqqan. Oybek bilan Nigora. Bilasizlarmi? Shular nomiga duxiy chiqarsa olarmi deylar? Qo'yingizchi. Oybek Nigoraning nomiga shampun chiqarsa bo'ladi, shampun. Ha? Shampun Oybek и Nigora. Два в одном. Yaxshi-yu. Yo, men o'zimni ham chetda olib qo'yayotganim. Yo, masalan, duxiy Obid Asonov. Itam olmaydi. Chirib ketadi magazinda. O'zim ham olmayman. Kerak emas. Unaqa duxiy, men o'zim bilaman hidim qanaqaligini. Meni nomimga Dixlafoz chiqarsa bo'ladi, Dixlafoz. Tashib o'ldiradigan. Xotin eriga aytsa, dadasi Obidni berib turing, oshxonada tarakan ko'payib ketibdi. Obidni boshini bosib, Obid taraka o'ldiryapti. To'g'risi, endi arzon bizda nima qilamiz? Mish ko'p artistlar to'g'risida. Obid Ason eshitdinglarmi? Ha? Chochini bo'yar ekan. Kim aytdi bu gapni? O'zimni chochim xudoga shukr, o'zi qora zavoddan shunaqa chiqqan, nima qilay endi? Yildiz Usmonova, eshitdinglarmi Yildiz Usmonovani? Tug'ibdi. Eshitdinglarmi? Voy, Buxoroga kim edi bu gap? Keldimi? Kim biladi, tug'dimi, tug'madimi? Ana tug'di, billa tuqqanlar gapiryapti. Siz yonidagi palatada yotibmidingiz Turkiyada? To'chni aytayapti mana, tug'ibdi. Ha, tug'gan. O'g'il tug'ibdi Turkiyada. Eng dahshati o'g'lini apti, xuddi Obid Asonov o'zmish. Men prichom? Men Moskvada yurdim vobshe. Jinnimi bu odamlar? Ozodbek Nazarbekov qamalibdi. Ha, kecha to'yda birga edik. Bo'lishi mumkin. Qamoqdan chiqib, ashula aytib, qaytib kirib ketayotganmish. Topgan pulini turmani nachalnigi bilan ikkiga bo'layotganmish. Qatdan topadi odamlar bunaqa gap. Gulsanam Mamazoitovani bilasizlar. Erdan ajrashibdi. Ajrashibdi. Nimaga desam, qo'shnim xotinlar aytayapti. Voy, qiz tug'gan ekan, eri menga qiz kerak emas deb qo'yib yuboribdi. Voy, bechora Gulsanam, ersiz qolib ketdimi? Yo. G'ulomjon Yoqubov poylab turgan ekan, shart o'ylanyapti. Yana qo'shib qo'yishadi. G'ulom xotinboz. Men aytdim, g'ulom xotinboz emas, xotinlar g'ulomboz. G'ulom akada ayb yo'q. G'ulom akani birinchi ashulasiga raqsga tushgan raqqosalar hozir uyda tushgan kishini sanab o'tiribdi. G'ulom aka hali ham ashula aytadi, qoyil qolish kerak. Mavluda Asalxo'jayevani yaxshi ko'rasizlarmi? Mana Banisada yotibdi hozir bechora. Ha, kasal, borib ko'rib kelinglar Toshkentga. Yosharaman deb ayol kishida yuzini torttiribdi. Ayollar biladi, Toshkentda shunaqa doktorlar bor. $500 pul bersangiz, yuzingizdagi hamma ortiqcha terini yig'ishtirib, tomog'ini tagiga tiqib tikib qo'yadi. Mavluda 500 emas, $1000 berdi. Yaxshilab torting debdi. Doktori kayfi bor ekan, vobshim tortib yuboribdi. Jo nimaga xursand bo'lasizlar, ayollar? Ko'zini teshigi og'ziga to'g'ri kelib qopti. Bu qanaqa ashula aytadi? Voy, sizlarga xursandchilik bo'lsa, qotib o'tiribsizlar. Birov o'laydi, birov kuladi. Ko'rolmaysizlar-da bir-biringlarni. Ayollar mana shunaqa hammasi. Sayyora Qoziyevani eshitdinglarmi? Voy, yosharib ketibdi-yu. Televizorda o'zi yosh bo'lib chiquvdi. Sapsim yosharib ketibdi.
Yoshartiradigan dori ichayotgan ekan. Qog'ozini o'qimasdan hammasini bitta ichib yuborgan ekan. Sho, bog'chaga chiqayotganmish. Eng dahshati er olib chiqayotganmish. Topshirib yuboring deb domga desa, yo'q debdi. Nega desa, "Yo, qancha pulga uylanganman. Katta qilsam, o'zim boshqatdan uylanaman" debdi. Ana. Hammasi yolg'on. Birortasiga ishonmaylar. Bo'lmagan gap. Men sizga bitta rost gap aytaman. Moskvada, boya aytdim, bir oyog'im ushoqda, ko'p boraman Rossiyaga. Shu Moskvada Maksim Galkin degan qiziqchi bor, bilasizlar-a? Кто хочет стать millionerом degan ko'rsatuvni olib borardi. Lednikovoy periodlarni olib boradi bir narsalarni. Zo'r san'atkor. 29 yashar shu Maksim Galkin naq 64 yoshga chiqqan Alla Borisovna Pugachovaga uylandi. Men aytdim, "Malades, boplading." Chunki kampir pishib turibdi. Erta-perta bu dunyo bilan xayrlashadi. Zato hamma puli shu yigitga qoladi. O'zi men Rossiyaga qatnayotganim, men uylanmoqchi edim o'sha kampirga. Palakat malinki deganmish. Qattan bildingizmi, malinkimi, balshvoymi o'la. Jahlim chiqdi. Endi o'zim Toshkentda uylana olmayman, quda andalayman, qizlarimni uzatdim, uyat bo'ladi. Endi qudalarning oldida yana uylansam. Lekin yo'lini topdim. Haligi qizlarimiz yaxshi ko'radigan ashulachi bor. Sardor Rahimxon. O'sha uylanmagan ekan. Men aytdim, "Sardor, pullik ish bor. Nima qilaman?" dedi. "Uylanasan" dedim. "Kimga?" dedi. "Olmaxon Hayitovaga" dedim. Sizlar kulasizlar, u kishida ham pul ko'p. Men Olmaxon opaga tan beraman. 70 dan oshdi, babushka. Lekin tor chalib ashula aytadi. Mana Rustamjon chiqyapti qup-quruq. Bu torni ko'tara olmaydi. Qaysi erkak ashulachi tor chalyapti? Menga aytinglar. Samarqandda Olmaxon opa ashula aytayapti. Tor haligi yog'ochdan yasalgan instrument 8 kilo. Torni chalib, "Gal ha, keladi. Gal ha, keladi." Qo'yotib kelgan joydan. G'iyos Baytoyev kirib keldi. Mo'ylovi bilan hech balo yo'q. Aytdim, "G'iyos Baytoyev, Olmaxon opa ko'targan torni siz ko'tara olmaysizmi?" desam, G'iyos Baytoyev g'alati gap gapirdi. Aytaveraymi? Xafa bo'lsanglar ayollar, G'iyos qarg'aysizlar, meni emas. Nimaga Olmaxon opa ko'targan torni siz ko'tara olmaysiz desam, G'iyos Baytoyev endi Obid aka Olmaxon opaga tor ko'tarish udobniyda. Bizga neudobniyda dedi. Ana kimdir tushundi. To'qaydi. Yo, o'ylab qarasam rostdan ham G'iyosga neudobniy. Ha, u teksu randalangan taxtaga o'xshaydi. Torni qayerga qo'yadi bechara? Olmaxon opada ikkita tor sig'adigan joy bor. To'g'risida. O'shaning uchun biz artistlarimizga oson emas. Endi men yana ayollarni maqtamoqchiman, hamma sohada oldinga o'tib ketyapsizlar. Mana ertaga Xudo xolasa 15 kundan keyin yangi yil kiradi. Men endi hozirdan sizlarni tabriklab qo'yaman, chunki 15 kundan keyin men ham o'zbekman, uyda o'tiraman, Toshkentda bola chaqam bilan yangi yil kutaman. Yangi yil g'alati bayram. Shu yangi yilda nuqul televizor qo'yib o'tiraman, chet elni ko'rsatadi. Ko'rganmisizlar? Har bir millat yangi yilni g'alati kutadi. Masalan, italyanlar yangi yil kuni uyida ko'ziga nima yoqmasa, derazadan o'tar ekan, pastga. Televizorlarni o'tib boryapti. Video magnitofonlarni, gilamlarni aytaman, "O'sha yerda yursak, otang, aka, otang. Haladinini otang, 4 kishi poylab turibmiz. Tashang, olib ketamiz Buxoroga, otang." To'g'risida, hindlar sog'amas, o'zi yalangoyoq. Yangi yil kuni hammasi bir-birini ustiga kraska separ ekan, kraska. Uni qanaqa yuvasan, durrak? Hindistonda himsiska yo'q. Eng dahshati, men maza qilganim, o'ris millat bosin ichadi. Vodka, selyotka, всё. O'zbek qanaqa kutadi o'zbek? Mana Buxoroda qanaqa kutasizlar yangi yil? O'zbek hamma yerda, Toshkentda ham, Buxoroda ham bir xil biz. O'zbek to'yib ovqat yesa, o'sha yangi yil. Hamma ovqatni tayyor qilib qo'yadi. Soatga qarab, hozir tema. Pantaga tegma. 12 da ichasan. Padaringga la'nat tegma Coca-Colaga. Ha, 11 bo'ldi. 1 soat chida. Bola chida oladi, bu xurrayn tortib boradi. Biz Coca-Cola bilan Fantani kelasi yangi yilga olib qo'yamiz. O'zbek bizda. Biz yangi yil kerak, qorin to'ysa bo'ldi. Ay, yangi yil. To'yib ovqat yeymiz. Toshkentda norin degan ovqat bor. Buxoroda norin qiladimi, qilmaydimi? Voy, qilmaylar, shunaqa azob ovqat. Avval xamir qilasiz. Uni yupqa qilib yoyasiz. Uni qaynatasiz xamirni, qazilik suvda. Qazini to'g'raysiz, go'sht to'g'raysiz, xamirni to'g'raysiz.
Bir-biriga aralashtirasiz. Piyoz to'g'raysiz, murch bilan o'ldirasiz, aralashtirasiz. Keyin tayyor bo'lgan norinni dasturxonga qo'yasiz. Bolalar, dada, norin yema. Teba. 12 deysan. Aytaman, qozoq malades. Go'sht pishiradi, xamirni pishiradi, olib yeydi bo'ldi. Barib qozonga kiradi-yu. Endi televizorni ko'rib o'tirsam, italyanlar televizor otyapti. Video magnitofonlar otyapti, DVDlar otyapti. Men aytdim, Obid Asomov ham kambag'al emas. 2 etajli imoratim bor, Xudoga shukr, mashinam bor, Mercedes. Xotin dedim, qo'shinlarga o'zimizni kimligimizni ko'rsatib qo'yamiz. Qidir, kerak emas narsani top. Otamiz derazadan. Ertalab 5 gacha qidirdik, kerak narsa yo'q. Hamma narsa kerak o'zbekga. Eski kalish topdim, mana shunday buvimizdan qolgan. 11-razmer. Menga paraxod u kalish. Tashavoraylik desam, "Teymay! Ne yeysanmi kalishni nima qilasan? Kerak. Nimaga kerak? Pashsha o'ldiradigan yasaymiz." Bu Obid Asomov xotin aytibdi. Voy dahshat. Chulki bir qop ayollar kechirasizlar, sizlarni jenskiy chulkilar turibdi. Aytib tashavar qo'shinlar ko'rsin, Obid chulkilarini ko'chada. Xotinini chulkilarni tasha. Teymang, nima qilasan chulkini? Piyoz saqlaymiz. Buxoroda ham chulkida piyoz saqlaydimi? Voy men bilmas ekanman, saqlamaylar, yomon bo'lar ekan. Bir o'rtog'imnikiga mehmonga bordim, domda turar ekan 7-qavatda. Balkonga sigaret chekkani chiqsam, chulkining ichiga piyoz solib qo'yishibdi. Aytvoy, piyozmi desam, kelini chiqdi. Ha, optaka meni chulkiyim. O'tgan kuni yirtilib ketdi, piyoz solib qo'ydim. Aytdim, hozir sho'rva ichdik, manti yedik. Piyoz chulkidan chiqmadi. Ha, dedi. Aytdim, o'shaning uchun sho'rvani hidlari. Yevordik zaharimizga. Burunni ushab turib. Ya sizlar kulasizlar. Mana Buxoroda uzum yetishmaydi, men bilaman. Buxoroda barra go'sht bor, qorako'l bor, uzum yo'q. Uzum O'zbekiston bo'yicha 6 ariq degan joyda bo'ladi, Farg'onada. Nimaga Toshkentda mana uyimda ham uzum bor, lekin sentyabrgacha qolmaydi. Chumchuqlar keladi, bittada xudoyi qilib yeb ketadi. Uzum qolmaydi. Nimaga Farg'onaning uzumi martgacha sotiladi Toshkentda? Yoz chiqquncha uzum sotadi. Yangi yil kuni 1 kilosi 50 ming so'mga chiqadi uzumni. Nimaga ularning uzumi turadi, bizning uzum turmaydi desam, Farg'onaning ayollari rosa aqlli ekan. Ular uzum pishayotganda o'zini jenskiy chulkilarini pishit qirqib, erini eski naskilarini uchun olib tashab, uzumga kiyg'izib chiqar ekan. Ana chumchuq u uzumni bekitgani uchun emas, hidini o'ziga 18 kilometr naridan yuradi. Biz uni Toshkentda qish bilan yeb chiqamiz. G'alati. Va hech baklashka degan narsani bilasizmi? Baklashka. 2 qop baklashka turibdi. Aytdim, tashaylik derazadan. Qo'shinlar ko'rsin, Obidni qancha limonad, gaz suv, fanta ichishini. Teymang, baklashka kerak. Nima qilasan? Yeysanmi baklashkani? Tepasini olib tashab, xaladish solib ag'darsa, gulli bo'lib tushar ekan. O yig'ilgan baklashkaga Toshkent shahriga 3 kun xaladish qilib bersa bo'ladi. Lampochka, kuygan lampochkani yig'ib qo'yibdi. Kim yig'adi Buxoroda kuygan lampochkani? Tashash kerak musurga. Otvor, qo'shinlar ko'rsin. Obid uyida qancha lampochka kuyganni. Teymang, nima qilasan? Meni xotinim rosa aqlli ekan. Ayollar, yozib olinglar, konspekt qilib, tekinga o'rgatib ketaman. Sizdan deydi, biror marta so'radimmi lampochkaga pul bering deb. Har kuni 3-4 ta lampochka kuyadi. Rostdan ham 1 yil davomida biror marta lampochkaga pul so'ramabdi. Xo'p, nima qilasan desam, o'rgan olinglar ayollar. Mehmonga ko'p boramiz, xotin sumkachasiga ikkita kuygan lampochkani savolar ekan. Ana deyotgan xuddi shu ish qiladi shu. Sizlarda ham bor ekan, o'sha bildilar ular nima ish bo'layotganini. deb o'tiribdi. Sizlarda ham bor aqlli ayollar. Kuygan lampochkani olib, ayollarni bilasizlar, birpas o'tirgandan keyin anaqa bir aylanib keling, havo olib deyiladi, anu kichkina xonaga kiriladi. O'ta lampochka bashda yonib turibdi, pas. Dasturxon bilan yechiladi, sumkaga solinadi, kuygani burab qo'yiladi. Ko'chaga chiqib uy egasiga lampochkalar kuyib qolibdi, almashtirib qo'yinglar, iltimos. Qarang ayollarning kallasini, butunligini. Xullas, uyni qidirib, kerak emas narsa topa olmadim. Aytdim, bu uyda kerak emas narsa bormi desam, keliniz bor dedi. Nima desam? Siz, men ki ortiqcha ekanman uyda. 2-qavatda derazasini ochdim. Padariga la'nat, buna hayot talvida. Bolalarni o'zing boqasan, xayr, jonga tegdi. Shuni sakrayman desam, yugurib kelib bechora oyog'imdan quchoqlab oldi. Dadasi, to'xtang.
Aytdim, har tugir aqli kirdi. Nima edi? Shunday turib turing, qimirlamang. Turibman padakonida. Bir payt oshxonaga kirib, chelak ko'tarib chiqyapti. Ha, siz adas pastga tushib ketyapsiz-ku. Ha, shu musorni olib tushib keting, iltimos. Baribir yaxshi ko'raman. Nimaga? Bolalarimning onasi. Вообще bizni o'zbek ayollarga haykal qo'yish kerak. Sizlar tekindan tekinga tug'urasizlar. Rossiyada ayollar pulga tug'yapti hozir. 350 ming rubl to'laydi. O'shanda ham Вася, нам одного ребенка хватит. У меня фигура портится. Маша, государство деньги обещает. Пускай само и рожает. Мне фигуру жалко. Nima endi o'zbek ayolda figura yo'q. Yaqinda keliniz dedi. Adasi, Ha, shu kunlarda belimni yo'qotib qo'ydim deydi. Aytib, men san belingni yo'qotganini 8 yil oldin bilganman. Har kuni kechqurun qidiramiz arxeologga o'xshab. Foydasi yo'q. masxara qilmang. Raqqosalarni ingishga belni o'sha o'rgangansiz-da, a? Men ham belimni to'g'irlayman. Qanaqa qilib? Magazinda dumaloq temir sotar ekan. Obruch, gimnastkalarni temiri. Har kuni 3 soat aylantirsa, bel chimoliday bo'lar ekan. 47 ming so'm turar ekan parakat. Olib kelib xotinga shundoq kiyg'izsam, lop loyiq. Kak ras. Qimillamasa nima deysiz? Yuraver shunda, sendan birov belingni ingichkaligini so'rayaptimi? To'g'risi, bizning erkaklarimiz noshukr mana qirq o'tirishibdi. 3 ta qiz tug'sa, hamma yoq qiz bosib ketdi-yu. Nomard, o'g'il tug'maysanmi? 5 ta o'g'il tug'sa, menga qara, armiyami bu? Ha, bitta qiz tug'maysanmi, nomard? Ha, bular yig'lamaydi, men o'lib qolsam. Qiz yig'laydi, o'g'il bola yig'lamaydi. Bir ayol 9 ta o'g'il tug'ib beribdi, 9 ta. 10-chisiga 2 qat raddomda yotibdi, er kelib bo'kiryapti. Buxoroda bilmadimi, Toshkentdachi hamma ayollarning ismi bir xil. Men xotinimning otini bilmayman. Bexas esimlashib ketgan. Siz keveradi o'zi. Menga qara. Agar 10-chisi ham tepadanglar, sizlar endi raddomdasizlar, o'tiringlar, qilmanglar bil. Agar 10-chisi ham o'g'il bo'lsa, peshkom ketasan. Bilib qo'y, men mashina chaqirmayman. Axlat mashina ham kelmaydi. Qiz tug'gan nomard, uyga o'g'il to'lib ketdi-yu. Falakat. Bal qiz tug'asa, bechora ayol kechasida Xudoga yig'lab, "Ey Xudojon, yig'lama bolam, ey Xudojon." Voy yig'lama, ovqatini bering shuni. Ey Xudojon. Shu alkashni ham etgani bo'lsin. Shunisi qiz bola qolsin, Xudojon. Xudo taolo ham alkashga kirmaydi. Yana o'g'il berib, 10 ta o'g'il, erkak har kuni ichib kelarmish. Ayolni jahli chiqib, "Barma bo'ling, odamlar tirnoqqa zor, tirnoqqa. 10 ta o'g'il, shunga aroq ichasizmi, ha? Hamma sizga endi qiz tug'mayman, ertaga 10 ta kelin olamiz. Ana tug'ib tashlaydi, patillatib, hamma qiz bosib ketadi." Men o'g'il bo'lganiga ichayotganim yo'q. Nimaga ichyapsiz? Hozir ko'rasan nimaligini. O'zing boshlading. Ey bolalar, turlaring, bo'y-bo'ying bilan stroysa. 10 ta o'g'il qator turgan, kichkinasi 5 yosh bo'lgan. Hammasi turibdi, soldatlarga o'xshab. Mana qara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mana 9. Bir xil qora o'zimdan zavodskoy zagar. 10-chisini qarab, palakat sap sariq. Savol, mana shu sarig'i kimniki? Voy adajonisi, Xudodan qo'rqing. O'zingizni bolangizdan tanasizmi? Tanmayman. Nimaga 10 tasi qora, bittasi sariq? Men qayerdan bilaman, adasi Xudoni bergani. To'g'risini ayt, bevafo. Nimaga 10 tasi qora, 9 tasi qora, bittasi sariq? Sarig'i kimniki? O'zingizniki. Nimaga sariq? Aytaymi? Kamroq ichish kerak, pishinichni yuvotgan. Bug'doy rangi yo'q adasi. Ha, qo'shnimiz Ivan har kuni qizil vino ichadi. Bolalari qizil emas u. To'g'risini ayt, sarig'i kimniki? O'zingizniki. Ishonmayman, qasam ich. Ayol bechora osmonga qarab qasam ichibdi. Qasam ichaman, mana shu sarig'i sizniki. Bo'ldimi? Bo'ldi. Bir og'iz gap ekan, yarashib ketishibdi. 65 yil birga yashashibdi. O'lim haq. Otaxon 95 ga chiqqan. Kim chiqyapti hozir 95 ga? Oxirgi nafas. Kampir. Men hozir o'laman, kampir. Kampir 80larda baqvat, juvarma, erkak kishi bitta gapirsa-da. 3 kundan bir o'laman, jonga tegdi. O'ladigan odam o'ladi qo'yadi. Go'rkoga 7 marta joy zakaz qildik. Qanday odamlar ko'milib ketdi, biz svolichi tirik. Masxara qilma. Keta olmayapman, yuragim notinch. To'g'risini ayt, o'sha sarig'i kimniki? O'lsin, sarig'ingiz o'zi 7 ta bolali o'ldi, juvarmang. Hali ham esingizdan, bemalol o'lavering, o'zingizniki. Oxirgi marta qasam ich. O'lsin, qasam ham choyga o'xshab har kuni ichilavermang.
Juvermay, to'tiqish bo'lib qoldim men. 60 yildan beri qasam ichib. Oxirgi marta qasam ichaman. O'lsaz ham, o'lmasaz ham qasam ichaman, sarig'i sizniki. Nechol? Yana u dunyoda meni qo'lay yurmang. Shundizda gapimmi? Sarig'i sizniki. Ha, faqat sarig'i sizniki. Sog' bo'linglar, sariq bo'ladimi, qora bo'ladimi, qizil bo'ladimi? Hammasi o'zimizniki. O'zbekistonning bolalari. Biz bir joyga borib qolsak, "Nech puling bor?" demaydi o'zbek. Birinchi savoli, bolalardan nechta bo'ldi? O'shaning uchun shu go'zal bolalarni bizga tug'ib berayotgan ayollarimizga bitta qarsanglar, ayamanglar, qarsillatib qo'yinglar. Sog' bo'lishsin Buxoroning go'zal ayollari. Buxoroga juda yaxshi ko'raman kelishni. Mana Buxoroda, Samarqandda juda erkalab chaqirishadi. Toshkentda, Andijonda, Farg'onada ham yo'q. Obod, qalaysan, Obod? 3 yashar bola ham, Obod. Samarqand bilan Buxoroga kelsam, Obidcha. Shimon Ag'zbek, Obidcha. Zalaton, qani Zalaton? Bilaman-da Buxoroga kelganimni. Tajoninglar sog' bo'lsin. Bugun sizlar bilan diydor ko'rishayotganimizdan benihoya xursandmiz. Men shu Rustamjon ukamizni bir og'iz taklifiga yo'q demadim, chunki san'at olamida yulduz bo'lish oson ish emas. Yulduz degancha maza emas, bu azob. Azob. Sizni hamma taniydi, hamma qo'li bilan ko'rsatadi, ko'chaga ham chiqa olmaysiz, bir mashina ham hayda olmaysiz. Aptekaga kirsam, "Obid aka, aptekada nima qilyapsiz?" Kasalman. Artistlar ham kasal bo'ladimi? O'lib qolishayapman, xudo saqlasin. Biz ham tirik jonmiz. Stolovida ovqat yeysiz, "Voy, Obid ovqat yeyapti, voy, ovqat yer ekan Obid." Yeydi Obid, ovqat ham yeydi. Boshqa joyga ham kirib chiqadi kerak bo'lsa, tirik jon u ham. Odamlar hamma narsa qiziq, ovqat yeysiz ham tomosha qiladi. Bir joyga kirsangiz ketingizdan boradi, qanaqa nima bo'lar ekan. Shunaqa, o'sha uchun qiyin. O'zimiz orzu qilganmiz, yulduz bo'lishni, endi o'zimiz azobini chekyapmiz. Shu yigit ham orzu qilibdi, optaka, men ham shu san'at osmoniga yalt etib chiqmoqchiman, bir yulduz bo'lmoqchiman deb niyat, orzuga ayb yo'q. Generallikni orzu qilmagan soldat emas. Albatta, men oxirgi paytda behazil bir narsadan xafaman. Samarqandda bor, mana Mardon bor, Mavlonov masalan, Samarqandning eng zo'r qo'shiqchilar, boshqa san'atkorlar bor. Masalan, Navoiydan ham bor, haligi Soliyev degan bir ukamiz, Surxondaryodan bor, Sayora Qoziyeva bor, Surxon guruhi bor, Mahmud Namozov bor. Nimaga Buxorodan hech kim chiqmayapti? To'xtab qoldinglarmi shu yigit shunchalik qo'shiqlari bilan xalqi tiliga tushib, Buxoro xalqiga yoqibdi. Men juda ham niyat qilaman, Xudo xolasa shu ukamiz nafaqat Buxoroda, butun O'zbekistonda tanilsin. Butun O'zbekistonga nomi chiqsin. O'sha katta konsertlarda Samarqanddan Mardon chiqsa, Toshkentdan G'ulomjon yoki Andijondan Ozod chiqsa, Buxoro degan joyda shu Rustamjon chiqsa, shu ukamiz baraka topsin. Bu yigit uchun bugun bayram, men uchun ham bayram. Endi men bu sahnaga chiqaverib, katta xolamizni uyidagi bo'lib qolgan, kirib chiqaveramiz. Endi bu yigit hayajonlanyapti. Birinchi haligi o'zini konserti, shuning uchun albatta birinchi konsertda o'zimiz ham rosa qaltiraganmiz. Shuning uchun san'atkorni shu olqishlar bilan ushab tursanglar, yordam berib tursanglar, bu yigitga dalda bo'ladi. Bugun ota-onasi shu yerda, otalari buyuk hofiz bo'lganlar, onalari ajoyib jurnalist bo'lganlar. Umuman bugun bu oila uchun bayram, xususan Buxoro uchun ham. Men yana xursandman, zol to'lib turgani uchun. Mana balkon to'la odam, pasam to'la. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Tepadagilar tepada o'tirish yaxshi baribir. Faqat ehtiyot bo'linglar, pastda ham odamlar bor, tushib ketmanglar pastga. Tepadan bilmadim qanday ko'rinyapman. Yaxshi ko'rinyapmanmi o'zi? Ko'ryapsizlar, yaxshi. Bir xil telefonga ham suratga olishyapti, ko'ryapman. Shu telefon chiqdi, balo chiqdi palakatda. Hamma artistlarning rasmi bor telefonda. Meni ham rasmim chiqib ketibdi. Yalang'och. Xursand bo'lmanglar, qilib yalang'och emas. Sportivniy formada. Eng dahshati kalla meniki, qomat Schwarzeneggerlik. Hech nima qilib turibman. Ko'rsanglar endi haligi Schwarzeneggerni bilasizlar-ku, qaysidir kompyuterchi erinmasdan kompyuterda shuni ijod qilibdi. 5 baho dedim. Uni kelinizga ko'rsatsam dumalab tushdi. Keliniz 2 sinf o'qiganda bor yo'q. Keyin haydab yuborishgan maktabdan. Meni maktabimga kelgan. Uy deydi. Shunaqami deysiz? Aytdim, ha.
Senga uylanmasdan oldin shunaqa edim. Yoki men bunaqa shoptalqa qo'yib qoldik. Zamon shunaqa o'zgarib ketdi. Men chet elda ko'p bo'laman, yaqinda Isroilda bo'ldim. Isroildan sizlarga salom aytishim mumkin. O'zimizni Buxoriy yahudiylar mazaq yurishibdi Isroilda. Hammasi o'sha yerda. Bu yerda batinka moylagan odam, u yerda tilla magazin ochib olibdi. Hayot qarang o'zgarib ketgan. Toshkentga kelsam, Toshkent 20 kun, 10 kun bo'lmasam o'zgarib qoladi-da. Raddom yonidan o'tyapman. Raddom, tug'ruqxona. 12 ta limuzin sanadim. 12 ta limuzinni bilasizlarmi? Uzun mashina, qora, palakat. Amerikada unda o'lik tashiydi. Behazil, o'lik tashab, mashina buzilgandan keyin bizga sotib beradi. Biz unda kelinchalar olib yuramiz. O'zi o'lik tashiydigan mashina u palakat. Qop-qora bir kuni mashina tovutga o'xshaydi. Men aytdim, raddom edi bu yer. Bu zaksxona bo'lib qoldimi desam, yonimdagi sherigim jinnimisiz optaka? Ha, raddomdan hozir chaqaloqlarni limuzinda olib chiqishyapti. Sizlarda ham shunaqami? Buxoroda ham limuzinda olib chiqadimi? Ana ha deyapsiz, siz olib chiqmayapsiz-da faqat. Ha, deyaptilar. Menimcha siz eshik arabada chiqqan bo'lsangiz kerak. Ha, aytib yo'ydi g'alati-da, eng qizig'i limuzin 17 metrlik mashina. Bitta limuzinga bitta chaqaloq sig'ar ekan. Chaqaloq Mirzacho'lli qonidagi gap. Limuzinchiga aytdim, aka yaxshilab sig'at dedim. Tashab chiqing uy-muy, savob bo'ladi. Siz jinnimisiz? Bu sizga ekspress avtobusmi? 20 ta 50 ta chaqaloqni tarqatib chiqargan. Ha bu limuzin, bitta limuzinga bitta chaqaloq. Chaqaloq qayerdan biladi? Limuzinda chiqdimi? Eshik arabada chiqdimi? Unga farqi nima edi? Shaxsan meni esimda yo'q. Onamning gaplariga qaraganda tramvayda olib ketgan ekanlar meni. Men aytdim, ona eslang, o'shanda tramvayda tiqilinch bo'lgan dedim. Nega deylar? Meni siqib qo'yishgan onajon. O'shancha o'smay qolganman, kichkina bo'lib qolganman men bechara. To'g'risi, zamonni qarang. Dunyo o'zgarib ketdi, hayotimiz. Chaqaloqlarni yoniga Toshkentda moda bo'ldi. Iloyim Buxoroga kelmasin. U ham rasxot. Chaqaloqni yoniga sotuvli telefon qo'yib qo'yishyapti. Aytib, jindiromisizlar? Chaqaloq telefonda gaplashishni bilmaydi desam, "Aptaka, o'zingiz sog' emassiz. Chaqaloq gaplashishni bilmaydi, lekin hozirgi chaqaloqlar yig'lamayapti." Nima qilyapti? Qorni ochsa, onasiga SMS yozadi. Chaqaloq onasiga SMS yozarmish. Aytayapman, telefon chiqdi, balo chiqdi. Toshkentda 3-4 ta kompaniya, Moskvaning MTS degan kompaniyasi O'zbekistonga kelib oldi. Beeline degan kompaniya kelib oldi. Men so'radim, "Rебята, dedim, что у вас там? Денег мало в Москве, да? Приперлись еще в Ташкент. Зачем?" "Ты знаешь, Абит, мы так хорошо здесь зарабатываем. Ваши узбечки нам так помогают", deydi. Наши узбечки, bizning o'zbek ayollari ularga pul top berayotganmish. Как? Desam, televizorda qo'yib berdi, dumalab tushdim. Rus ayolini bilasizlarmi, telefonda qanaqa gaplashadi? "Allo, bo'ldi, gaplashib bo'ldi." Telefon apparat pul yozishga ulgurmaydi. Bizning o'zbek ayollarimiz qanaqa gaplashadi, ko'rganmisizlar? Ayollar, o'zinglarni chetdan ko'rmagansizlar-da. Endi men Buxorocha ayta olmayman, o'zim xotinim mana. "Allo, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sog'liklar yaxshimi? Charchamay yuribsizlarmi? Uylar tinchmi? Qaynatingiz, qaynanangiz, qaynisingiz yaxshimi? Qarang-a, qish yarmida kelyapmiz, hali ham qor yog'gani yo'q. Qachon yog'ar ekan, lekin gazlar pasayib ketdi. O'zinglar tinchmisizlar? Xo'jayingiz yaxshimi? Kichkina o'g'lingiz, ikkinchi qizini, 4-chi bolasini yon qo'shni saru kasal bo'lib qoldi, tuzalib qoldimi? Ana cho'chqa gripp sizlarga kelmadimi? Allo. Eshityapsizlarmi o'zi? Allo. Sano Barxonmi, mumkinmi? Nituda papal? Ular. Bilasizmi, hozir nech pul yozdi? Telefon. Ancha pul yozib qo'ydi. U to'ydan kelsam, keliningiz telefonda gaplashib o'tiribdi. Qizil telefon ko'karib tutun chiqyapti. U gaplashib yotibdi. Jahlim chiqdi. "Qo'y, turibgan joyiga." Taqqa qo'ydi. Yaxshi ovqat qilgan ekan, ovqat baribir er-xotinni yarashtirib qo'yadi-da. Birpasda yarashib oldik, men aytdim. Chunki uzoq gaplashding telefonda ya. Kim bilan gaplashding desam, shunaqa sizda odamni shoshirib qo'yasiz. Endi otini so'ramoqchi. 40 minut gaplashib, hali otini bilmas ekan. Yo'q, men sizlarni yomon demoqchi emasman. Ayollar, sizlar zo'rsizlar. Sizlarga gap yo'q. Men hali sizlarni alohida maqtayman. Keliningiz menga nima deydi? "Dadasi, er-xotin bo'lganimizga 20 yil bo'pti." 20 yil yashab mana shu ayol bilan, ha. 20 yil bo'pti dada. Shuning uchun bitta qo'y so'yib, qon chiqarib yuboring, dedi.
Aytdim, qo'yda nima gunoh? Men senga uylangan bo'lsam, ayb qo'ydami? Qo'yni nimaga so'yamiz? Ammangni so'yish kerak. O'sha olib chiqqansan uchrashuvga svoloch. Tep bormayman o'sha kuni, ha? Suvni bo'yida ko'rishuvdik. Endi 20 yil yashab qo'yinman ey. Ya mayli, Xudoga shukr, endi uylandik, bola chaqaliymiz. Men aytamanki, umuman bizni o'zbekdagi dunyoni hech qaysi yerda yashashmaydi-da. Men hozir boshlovchimiz ham aytdilar, bir oyog'im Moskvada. Krivoye zerkalo degan ko'rsatuvda chiqib turaman. U yoqda ham tirikchiligim bor. Ertaga 18-kuni yangisini ko'rsatadi. Vaqtingiz bo'lsa ko'ringlar. Gap unda emas. Shu 10 yildan bir Moskvaga qatnayman. Ilgari Moskvaga borsam, o'zbekni qidirardim. Bitta to'plikni qo'rqsa, akam yoq keling. 2 oydan bir o'rcha gapirib charchadim. O'zbekcha gaplashaylik, yuring, restoranga kiraylik. Restoranga olib kirib, tekinga ovqatlantirib o'tirardim birgalikda. O'zbekcha gaplashib maza qilardim. Hozir Xudoning qudrati, Moskvaga borsiz, o'ris qidirasiz. Hamma o'zbek, hamma. Magazinga kiring, sotayotgan ham o'zbek, olayotgan ham o'zbek, ko'chada yukka olib kirib berayotgan ham o'zbek. Metroga tushdim, metroda o'zbek, hammasi o'zbek. Hatto metroni, poyezdini haydayotgan mashinist ham o'zbek. Poyezdni haydab ketyapti, "Obod!" deb o'tib ketdi. Shu tezlikda meni qanday tanidi u? Shu gap shetda qolsin-u, meni nazarimda Rossiyaning prezidenti Medvedev ham o'zbek bo'lsa kerak. Sizlar kulasizlar-yu, qosh ko'zlari o'zbekga o'xshaydi bu bir. Men surishtirdim, urush paytida ota-onasini Toshkent oblastiga evakuatsiya qilishgan ekan. Ota-onasi urus bo'lsa ham, qo'shni o'zbek. Yog'i ma'lum. O'zbekda bir gap bor, bitta bolaga 7 ta qo'shni ota-ona deydi. Endi Rossiyaning poytaxti Moskva. Moskva shahrining hokimi bor, Lushkov degan odam. U bizga kuyov. Bexasar xotini O'zbekistondan, o'lagan. O'zi rus, Ohangarondan xotini. Lushkov xotini. Endi Rossiyaning poytaxti Moskva, katta shahar. Men o'zbek erkaklar bilan rus erkaklarining farqini aytaymi? Mana o'zimiz Buxorolik erkaklar ham bular bo'sh qolsa nima qiladi? Qayerga boradi? Cho'g'ina. Osh, maishat. Ketdik deydi, o'tiramiz, maza qilamiz. Ulfati chor anda maza bor deb o'tirib bosh yeyveradi. Endi rus erkaklari bo'sh qolsa nima qiladi? Baliq tutadi, ribalka. Shu baliq tutsa maza qiladi. Shu kayf shunda. Xotindan qochib, yarimta butilka aroq bilan o'tirib olib, shuni maydalab baliq tutib o'tiradi. Kimson Moskvaning hokimi. G'irt o'zbekchasiga gapirganda, pulli sassig'iga chidolmaydigan odam Lushkov baliq tutib o'tirsa, lop ketib, tilla baliq chiqibdi. Aytaman, boylarga hamma narsa yarashadi-ya. Baliq tutsa tillasi chiqadi. Kambag'al 1 yil o'tirsin, tapchika ham bilinmaydi. Tilla baliq chiqa solib, tilga kirib ketibdi. Hani rus ertaklarida tilla baliq gapiradi. "О, человек, я волшебная рыба. Ты меня поймал. Если ты меня обратно отпустишь в воду, я исполню 3 твоих желания." Ya'ni, "Ey odamzod, men sehrli baliqman. Xohlagan 3 ta tilagingni bajaraman. Tirik qoldirsang bo'ldi. Gapir." Desa Lushkov aytdi, "Рыба, у меня все есть. Мне ничего не надо. У меня одно же единственное желание. Давай, загадывай желание." Lushkov, Moskvaning hokimi. "Слушай, рыба, я очень хочу, чтобы ты всех узбеков отправила обратно в Узбекистан. Их в Москве слишком много. Москва — столица России, а не филиал Ташкента. Если отправишь, останешься живой, я тебя брошу в воду." Desa, tilla baliq, qizil tilla baliq rangi oqarib, "Я это желание исполнить не смогу" debdi. Bu tilagingni bajara olmayman. Lushkov hayron. "Почему?" desa tilla baliq, "Потому что сама из Sirdaryo" dirmish. Sizlar kulasizlar-yu, hamma yoqda o'zbek bor hozir. Antarktidaga boring, Shimoliy qutbga, o'sha yerda ham 2 ta o'zbek oq ayollar bilan nos chekib o'tiribdi. Amerikaga boramiz biz san'atkorlar. Nimaga? Amerika Toshkentdan samolyotga o'tirasiz, 18 soat uchasiz osmonda. O'l jinni deydigan odam yo'q. Nimaga boramiz? O'zimizni Toshkentliklar, Samarqandliklar, Buxoroliklar Amerikaga borib, joylashib, o'rnashib, Amerikaning pasportini olib, o'sha yerda to'y qilyapti.
Bir-biriga qiz olib, qiz beryapti, artistni Toshkentdan chaqiryapti. Men yaqinda borib keldim Amerikaga. Salom sizlarga Nyu-Yorkdan. Shu yarim Buxoro o'sha yerda yuribdi. Samarqand bilan, to'g'risi? Endi birinchi borishim emas, bu 8-10 marta borishim. Har gal borsam soqov bo'lib yurardim. Til bilmayman deb, til bilmagan odamga qiyin. Ko'chaga chiqib bir o'zingiz yura olmaysiz, gaplasha olmaysiz kim bilan, soqovga o'xshaysiz. Shu gal men aytdim, til o'rganib boraman. O'rgandim. 500 ming so'mga repetitor yolladim. Kallam qursin, maktabda o'qish kerak edi ingliz tilini. 500 ming uval bo'ldi. Pul ketgandan keyin yaxshi o'rganar ekansiz. Suv qilib oldim ingliz tilini. New York degan shaharga bordim. Magazinga kirib, inglizcha gapiryapman. Excuse me sir, sorry please, I am his guest. My country is Uzbekistan. I live in Tashkent. My name is Obid Aslamov. I am his actor. You see Uzbekistan. Desam, magazinchi o'zbekcha gapiryapti aka, dedi. Men nimaga 500 mingga til o'rgandim? Shuncha pul xarajat qilib o'zbek u. Qayerdan sotsam Samarqanddanmiz aka. Bana bu restoran bizniki kiring dedi. Restoranga kirib dumalab tushdim. Millatchilik bo'lmasini o'shalar ham odam u juda ko'nikda. Ayollariga ko'rsangizchi bir hafta o'ziga kelmaysiz. Meni xotinim ularni xotinlarning oldida krasavitsa. O'li agar o'z xotinimga qarasam 3 kun uxlamayman. Yo, sizlar oppoqsizlar-da, chiroylisizlar. Endi Amerikan ayollarining Xudo yaratgani shu kuydirib yuborganmi deyman-da, Xudo kechirsin. Pishib ketganda ko'proq. Pechkada shunaqa qoraki, ko'mir uni oldida oq. Restoranga kirsam, semiz amerikaliklar lag'mon yeb o'tiribdi. O yeyishni ham bilmaydi, lag'monni ushlab olgan, lag'monni topsa og'iz ketib qolyapti. Qaqqa solishni bilmaydi bechoralar. Yeyapti, o'zbek boshiga urib o'rgatyapti. Davay, ko'shi, davay. Yep. Semiz negr xotinlar puflab somsa yeyapti. Qarang dunyoni, ular Amerikada lag'mon bilan somsa yeyapti. Biz Buxoroda pizza bilan hot-dog yeyapmiz. Dunyo jinni bo'lib qopti. Lekin Xudoga shukr qilaman, ayollar bugun rostdan ham faqat sizlarni maqtayman, behazil. Men ayollar yaxshi ko'radi. Chiroyliman-da, simpatishni yigitman. Yo, dahshat shundaki, men aytaman, yaxshi ham deyman, O'zbekistonda tug'ilganman, yaxshi ham ota-onam o'zbek, xotinim Xudoga shukr o'zbek, oppoqqina, yaxshi-da, yo'g'ida maqtab qo'ying. Agar Amerikada tug'ilganimda shu govdamga hech kim menga normalniy xotinni qizni bermasdi. Bersa bitta ham o'sha qoravoyi berardi. O'lsin shu ham erkakman alaqasin deb. U qoravoyi Toshkentga olib kelsangiz, endi Buxoroda bilmadim, bizni Toshkentda qish kelishi bilan svet o'chaveradi. Kechqurun 7 da o'chsa, ertalab 9 gacha svet yo'q. Qop qorong'i uyda ertalabgacha qora xotinni qidirib o'lib ketasiz. Uni topib bo'lmaydi, ko'zini yumsachi, ko'mirdan farqi yo'q. Uni qitiqlash kerak. Desa, tishidan og'zi qayerdaligini topib olish mumkin. O'shanda ham faqat og'zini topasiz. To'g'risi. Biz ayollarimiz baraka topsin. Shu men aytaman, qanaqa biz o'zbeklar o'sha yerda yashayapti? Yashaydigan mamlakat emas, falokat davlat. Amerikada men behazil aytyapman. Xotiningizni so'ksangiz, o'zingizni xotiningizni, siz erkaksiz, ersiz, so'ksangiz, davlat olib borib qamar ekan. Jinnimi bular? O'zini xotinini so'kmasa kimmi? Qo'shni xotinini so'kadim. So'kmasdan yashab bo'ladim. Mana ayollar, kimni eri vaqti so'kmagan, qo'lini ko'tarsin, hozir hammaning oldida $100 berib yuboraman. Bermagan ham nomard. Qani qo'l? Ana ko'tardilar. Rostdan so'kmaganmilar? Vaqti. Necha yil yashadingiz shu bugungacha? 5 yil? 10 yil? 10 yildan bir so'kmaganmilar? Rostdanmi? Erga teganmisiz o'zi? Voy, Buxoroda so'kmaydigan erkak bormi? Erkak emas ekan eringiz. Qanaqa qilib so'kmaydi voy? Men obitason bo'lsam ham, men endi mikrofonda so'kmayman-ku, uyda javoblayman. Ertalab turib, yuzni yumasdan xotinni qarindoshlarini bir eslaymiz-da. Keyin hayot boshlanadi. 2 kun so'kmasangiz xotin xafa. Ha, dadasi kasalmisiz? Nega meni so'kmayapsiz? Urushib qoldikmi deb qo'yadi. Dahshat. Yaqinda Toshkentda bir to'yga bordim. Kelin-kuyov devor qo'shni ekan. Shunaqa to'y ko'rganmisizlar Buxoroda? Yon qo'shnisini qizini yaxshi ko'rib qopti, durrak.
G'alatidan aytdim, ko'chib ketgan u hovlidan. Nimaga aka dedi, bo'lmaydi-da. Ha uka, erkaksan. Ha 1 oy, 2 oy, 3 oy, 1 yildan keyin ichib kelasan. Erkakchilikmi? Nay. Desa, qaydana yugurib chiqadimi? Kuyov bola meni chaqirdingizmi, baba? Devor orqasida eshitib o'tiradi-yu. G'alat bo'lmaydi bu Amerikasi. O'zimizni O'zbekistondan qo'ymasin. To'g'risi, endi ular o'lgiday maqtanchiq bu amerikaliklar, shu maqtanishni yaxshi ko'radi. Amerikani kelini maqtanyapti. Endi ularchi eridan qo'rqmaydi balakatlar. Vobshe sansirab gaplashadi. Men New York degan shaharda turaman. Manhattan degan qimmat rayonda turaman. 1 oy bo'ldi turmushga chiqqanimga. To'yning ertasiga xo'jayinimga aytdim, "Jon, men uy ishlarini qilmayman. Men senga xotin bo'lib keldim, cho'ri emas. Ovqatni faqat restoranda yeymiz, uyda kofe ichamiz. Kofe chashkalarni sen yuvasan. Men emas." Ana shu gapdan keyin erim Jonni 4 kun ko'rmadim. Xafa bo'ldi deb o'yladim. Yo'q. 5-kun uyimizga qop-qora negr ayolni yetaklab keldi. Hozir uydagi hamma ishlarni o'sha negr ayol qilyapti. Men qo'limni suv o'girmayapman. Mana. Bu Amerikani kelini. Ikkinchi bo'lib Yapon kelini chiqibdi. Shu yerda bir narsani so'rab oling. Sizlarni televizordan faqat karis bilan Yaponni ko'rsatadimi yo Toshkentda ko'rsatadi? O'lsin, boshqa narsa yo'qmi? Ertalabdan boshladi karislarni ko'rib. Bizni Toshkentda hammani ko'zbana qo'yib qoldi. Karisga qaraversangiz yuqar ekan. Biz uyda karisga gaplashamiz. Men keliningizga aytaman, "Hey, choy qo'y" deyman. U bo'sh peylarni qaytaradi. "O'zing qo'y, ich" deydi. Yo'q, shularni hamchi kimdir xotin qiyiribdi. Yaponlarni yurishini ko'rganmisizlar? Hani Oshin degan kinosi bor, palakat. Yurishmash. Bu opamni yugurganlari bu. Chunki uylansangiz o'lib ketasiz, bu Buxoroda choy ichmasdan. Tasavvur qiling, xotiningiz Oshin. "Oshin, choy." Choyni oldi, chiqib ket. Toshkentda hovli 6 sotuv, Buxoroda bilaman 1 gektar. Oshxona bilan tualet ushoqda. Yangi yil arafasida dekabrda chiqib ketsa, choy kelasi yil mustaqillik bayramlariga keladi, xudo xolos. Bu tezlikda qachon borib keladi? Tualetga ketsa, boshqa qaytib kelmaydi. Xuddi shunaqa Yapon kelini maqtanyapti. Ular ham boyda, kun chiqar mamlakat. "Men Tokio degan shaharda turaman. 1 oy bo'ldi turmushga chiqqanimga. To'yning ertasiga xo'jayinimga aytdim, "Hokushiro-san, endi katta xolayni ko'rasan. Men uy ishlarini qilmayman. Men senga xotin bo'lib keldim, cho'ri emas. Ovqatni restoranda yeymiz, kofeni uyda ichamiz, chashkalarni o'zing yuvasan." Shu gapdan keyin xo'jayinim Hokushiro-sanni 17 kun ko'rmadim. Xafa bo'ldi deb o'yladim. Yo'q. 18-kuni robot yasab olib keldi. Hozir uydagi hamma ishlarni o'sha robot mashina bajaradi. Men qo'limni so'q sugurmayapman. Ketidan o'zbek keliniga so'z berishibdi. Endi mayli, Buxorolik bo'lmasin, bu kelin Toshkentlik bo'la qolsin. Yana kelin poshshalari ko'yniga tegmasin, bizni masxara qilyapti. Obidjad. Men baribir Buxoroda bo'lasizlarmi, Toshkentda bo'lasizlarmi? Bitta zo'r tarafilar bor ayollar. O'zingizlar bilasizlarmi, yo'qmi? Dunyoning hech qaysi millatida ayolida yo'q san'at sizlarda bor. Bu qarg'ish san'at. Buxorolik ayollar ham qarg'asa kerak, a? Endi sizlar tojikcha qarg'asanglar kerak, men uni o'rganishim kerak. Uning uchun uylanishim kerak. Buxorodan. O'rganish uchun uylanish kerak-da, boshqa iloji yo'q. Men o'zimni xotinim mana shunday qarg'iydi, voy. 40 minut qarg'iydi nafas olmasdan. Ko'karib ketadi bechara. Onasidan o'rgangan qaynonam O'zbekiston xalq qarg'ovchisi. Mana Кривой зеркалga borsam, o'rislar aytadi: "Abid, вот наши женщины ругаются. Вася, пошел ты на!" Aytadi qayerga ketishni. "А ваши женщины тоже ругаются?" Aytaman: "Да, наши узбечки тоже ругаются, но они красиво ругаются." Как deydi? Это как стихотворение, как Алишер Наваи, Umar Khayyam, Rubai. Покажи deydi. Сейчас покажу dedim. Xotinimdan yotlab olganman. Bir boshladim. Og'zingdan litr qoning kelsin, alkash pianista. Betingdan osin qirilib yo'q bo'lgan pes juvarmay. Iloyim bo'yinglar hatto churishsin. Kiyimlaringni qozonlarga bitta osib, go'rkonlarga pul berib, 7 bilan 9 bitta qilib kiyimlaringni bozorlaringga borib, 20 bilan 40 qo'shib borib, yil oshingda yurtga osh berib, ketidan mavlud o'tkazib, Ozodbek Nazarbekov chaqirib boshqa yerda erga tegmasam. Stop.
Обид, ты сам понял сейчас, что сказал? Конечно, понял. Переведи. Нет, dedim. Почему, дед? У тебя инфаркт будет. Я одно слово переведу, og'zingdan litr qoning kelsin. Чтоб у тебя изо рта кровь шла литрами. Нифига себе. А у меня же всего пол-литра крови, deydi bechora. Xullas, o'zbek ayoliga so'z berishgan ekan, shundan chiqibdi o'zbek kelini. Yaponni eshitdinglar, Amerikani eshitdinglar, Toshkentga kel. Erkak zoti qirilib yo'q bo'lsin, peslar. Nima deganingiz? Sen ham o'sha ovozingni alkash. Men Toshkent degan shaharda turaman. Bir oy bo'ldi turmushga chiqqanimga aytib qo'ymoqchiman amerikalik kelinga. Ey, qoravoy, maqtanma. Yaponka, piska ko'z, siz ham maqtanmang. Hozir dunyoda hamma yoq bir xil. O'zbekiston ham mustaqil, Xudoga shukr. Bir oy bo'ldi turmushga chiqqanimga Toshkent degan shaharda turaman. Erim svarshik, pes. Iloyim to'kir o'lib ketgan. Bir oy bo'ldi turmushga chiqqanimga, men ham to'yni ertasiga xo'jayinimga aytdim, Norqo'z aka, men uy ishlarini qilmayman. Men sizga xotin bo'lib keldim, cho'ri emas. Ovqatni restoranda yeymiz, kofega pulimiz yo'q. Ko'k choy ichamiz, peylalarni o'zingiz yuvib qo'yasiz. Dedim, voy buncha baqirasiz, keyin nima bo'ldi? Nima bo'lardi? Uy ishlarini qilmayman deganimdan keyin erim Norqo'z akani 9 kun ko'rmadim. Keginchi? Hayo, keyin 10-kundan boshlab chap ko'zim sal ko'ra boshladi. Ya. Bu hazil. Hozir qarang, kim kulyapti, kim kulmayapti. Kelinlar qarg'a o'tirishibdi. Ovozingiz o'chsin pakana. Erkaklar bizga urushni o'rgatgan. Qaynanalar maza qilyapti. Yashay, Obidjon, yashay. Yonida kelin o'tirgan bo'lsa, bechora qaynanalar mana kuladi. Anam, bo'pti. Obidjon, baraka toping, umringiz uzoq bo'lsin. Biz ham rosa yeganmiz kaltang. O'lganimiz yo'q. Yesin kelinlar ham. Hozir kelinlar kalta yemaydi. Uradigan erkak ham yo'q. Bittasi menmi 1,5 metr. Gap shu yerda qolsin, xotinimdan qo'rqaman. Dev deydi, shkopga o'xshaydi. O'ldirib qo'yadimi? Bexazil. Yaqinda bir kayf 50 gram ichib olib baqiribman. "Ey! Uyda xo'jayin kim?" Desam, shkop dey bo'lib tepamga kelib, "Men xo'jayin." Nima edi? Ya, o'zim shuna bir so'rab qo'ydim-da. Bo'ldi, uxlaymiz. Sizlardan qo'rqamiz, opasniy. Hozir hamma sohada ayollar. Yaqinda televizor qo'yib jinni o'qib qoldim. Ikkita yosh juvon chiqib nima deydi? Biz mustaqil O'zbekistonimizni himoya qilamiz. Kerak bo'lsa armiyaga boramiz. Bormaylar ayollar armiyaga. Bo'lmaydi-da. Yo'q, bo'lmaydi-da. O'ylab qarang, soldat erkaklar biladi. Mana shu armiyada "Ravlyas, tvirna! Saflan, rostlan!" Kallani mana shunday qilganda soldat o'zidan 4-soldatni ko'kragini ko'rish kerak. Ana endi savol, ayol kishi nimani ko'radi? U o'zini ko'kragidan nariyoqqa o'tmaydi. Bo'lmaydi-da. Xudo ko'rsatmasin, urush boshlanib qolsa-da, erkaklar bormasin-da urushga, ayollar borsin. Mojidaxon, urush boshlandi. Rostdanmi? Voy, men parxir-maxirga ketib o'tdim. Chochim bo'yatishim kerak. Siz borib urushib turing, men ketizdan yetib olaman. Nima olib boryapsiz o'zi yeyishga? Somisa, men palov olib boraman. Dushman bilan chaqchaqlashib bir qarg'ab kelamiz. Urush mana bunaqa bo'ladi. Qaytishni o'ylamang. Akangiz mashinada olib kelib tashlaydi, xudo xohlasa. Shu ham urush bo'ldimi endi? Toshkentda mana shu 10 ta mashina o'tsa, 7 tasini ayollar haydayapti. Sizlarda ham shunaqami? Shunaqami? Sizlarni ham Xudo uribdi. Endi ayol kishi yo to'g'ri, mashina haydashni bilasizlar, men ishonaman. Ayol kishi mashinani yaxshi haydaydi. Haligi birinchidan ichmaydi ayol kishi. Bu bir, ikkinchidan qonunga rioya qiladi. Bu ikki. Uchinchidan umuman yaxshi-da ayol kishi, toza, ozoda, erkak sigaret chekadi, nosvoy chekadi, qanday tuxlaydi. Ayol kishi nos chekmaydi, Xudoga shukr. Endi chatoq tarafi orqaga qaraydigan oynaga qarab, labini bo'yab o'tiradi.
u ham mayli. Toshkentda nimaga hamma erkaklar ayollarga mashinasini beryapti desam, militsiya xodimlari shu yerda ham yurishibdi. Ayollardan pul ola olmas ekan. Erkak o'ziga o'xshagan bashara g'ish, maymun. Maymundan sal farqimiz bor-da, shuda nima endi biz go'zal bo'lamiz. Endi erkakdan "Baqalang, pul bering" deydi. Men o'zimdan qanaqa, voy, Toshkentda, Buxoroda gadoy bormi yo'qmi? Gadoy? Yo'q. Men ko'rmadim mana 2 kundan bir. Nazarimda hamma gadoylarni Toshkentga posilka qilib borgansizlar. Hammasi buxorocha gapiradi. Obicha keldi ana. Ey obicha, puldan ol. Mashinamni yoniga turib, rasmga tushadi telefonga. Ol, davay. Ana ichkarida obicha, davay. Bos, davay. Rasmga tushib olib, qizil yonib turibdi. Mashinani uradi. Och, eshikni pul ber, ey. Artist, sana puling ko'p, och. Qarasam, mashinani derazasi sinadigan. Qizilga yuraverdim. Qonunni buzdim. Nariga svetoforga borsam, militsiya mana shunaqa turibdi. Ha? Qizilga o'tdingiz dedi, bering dedi. Aytdim, aka gadoydan qochdim desam, shoham gadoy ham baravar bizga. Bering. Ya akajon, men mana shuni qilmoqchi emas edim. To'g'ri qizilga o'tdim. Gadoylar mashinamni derazasini sindiryapti. Bizga farqi yo'q. Farqashneys. Bering akajon, bering. Nech pul desam, 10 ming berasiz qizilga o'tganingizga dedim. Aytdi, "Voy, 10 mingni gadoyga berganim yaxshi edi. Militsiya ham hazilkash ekan. Bering akajon, ishxona bitta" dedi. Gadoylar ham militsiya ekan. Prosta formasi gadoycha. Ular qochirib berar ekan, bular ushar ekan. Ana endi ayol kishi mashinani qanaqa haydaydi? Ko'rdim bir ikkita erkaklar xotinini rulga o'tqizyapti. "Davay, sen o'tir, davay. Mametlaringni och, siz qilmaydi. Kattaroq och." Men ko'rib bo'lganman, ochaverishni qilmaydi. Zato ishtirab olmaydi militsiya. Chiroyli juvon mashina haydab ketyapti. Militsiya xodimi shunday chalsa, shteni ham eshitmagan, ketib borgan. Militsiya xodimi ketidan yetib borib, Nexia bilan haligi ayolni chetga surib, Matiz mashinasini oldini to'sib, to'xtatdi. Ayol o'tiribdilar, uni bo'yab. Militsiya uylanmagan yigit. Shunday qarab, opajonmi, singiljon, amakijon? Xo'p, singiljon. Men shtey chaldim, nega to'xtamadingiz? Men shteylarga to'xtamayman men. Menga hamma shtey chaladi. Nima ishningiz bor o'zi? Pravez bormi? Bor. Qani? Mana. Yo'q. Yo, bu prava. O'zingizda qolsin. Men pravani qo'lga olishim kerak. Bo'lmaydi. Prava o'zi nimadi? Bilmaysizmi? Bunday to'rtburchak narsa, ichida o'zingizdan borsiz. Qarang, bardachoni. Bardachon nima? Voy, sandiqcha bor, oching. İçini qarang, bunday kichkina to'rtburchak narsa. İchida o'zingizdan borsiz. Ayol juda aqlli ekan, qidirib, kichkinagina oynacha topibdi, oynacha. Bunday qarasa o'zi ham bor. Militsiyaning gapi to'g'ri chiqdi, shartta beribdi, shumi? Militsioner ham rosa aqlli ekan. 15 minut oynaga qararmish, ayolga qararmish. Oynaga qararmish, ayolga qararmish. 15 minut. Oxir nima dermish? "Ha, opa. Militsiyada ishlayman demaysizmi? Mana ketavering." Men bu latifani Toshkentda aytmayman, ko'chada yurg'izmay qo'yishadi. Buxoroda aytyapman, ertaga uchib ketaman. To'g'risi, qo'rqaman. Yo, endi dahshat. Menga aytishadi, mana qo'rqmasdan militsiyani gapirasiz, oshpazlarni gapirasiz, nega artistlarni gapirmaysiz? Gapiraman. Mana men artistman. Men Rustamjon Hamidov, bu ham artist. Artistni birov yaxshi ko'radi. Men sahnada turganini gapirsa, lekin qiz berishga kelganda, yo'q. Artistga beradigan qizim yo'q. Nega? Artistlar xotin bas. Ayollari er bas. Ana kimdir qarsak ham chalib qo'yapti. Bo'lmagan gap. Nima qarsak chalasizlar? Bo'lmagan gap. Deb baqirgim keladi. Lekin bu haqiqat. Yo, endi men oppoman, men hazil. Mana ko'ylagim oq. Masalan, bir xil artistlar shunaqa. Masalan, mana Yulduz bormi? Bo'sh qolsa, erga tegib qo'yaveradi. Shundan keyin shunaqa gap chiqadi-da. Oldindan qayoqdan bilasiz? Masalan, shu bola artist bo'ladimi, doktor bo'ladimi, oshpaz bo'ladimi? Bilmaysiz. Ibn Sino hazratlariga, ulug' tabibimiz Ibn Sinoga 6 yashar bolani olib borishibdi. Tabib hazratlari, ayting, shu bolani tarbiyasini qachon boshlaylik desa, Ibn Sino aytdilar, necha yoshga chiqdi bola? 6 yoshga. 6 yil kechga qopsiz debdilar, qarang.
Demak, bolani tug'ilishi bilan tarbiya boshlash kerak. Endi siz qayerdan bilasiz? Siz uni doktor qilib tarbiyalasangiz, oshpaz bo'lib qolsa, oshpaz qilib tarbiyalasangiz, go'rkov bo'lib chiqsa, o'xshamay qoladi-yu. 2 yashar, 3 yashar bolani ota, iltimos shuni bilib bering, nima ish qiladi? Katta bo'lsa doktor bo'ladimi? Oshpaz, militsiya, shunga qarab tarbiya qilamiz. Qanaqa kasbda bo'ladi? Bilib bering. Polvon juda aqlli ekan. Ushab turinglar bolani. Bola to'paronchiroq ekan, qo'l oyog'idan ushab turishibdi. Polvon yerga dasturxon yozib, bir butilka aroq qo'yibdi. Yoniga bir pochka pul qo'yibdi. Uni yoniga bir pochka yangi, qimorbozlar o'ynaydigan kartani qo'yibdi. Uni yoniga bir 20 ta yarim yalang'och qizlarning rasmini yoyib tashabdi. Ota-ona hayron. Bu nima qilgaringiz? Polvon aytibdi, agar bola kelib aroq butilkasini olsa, katta bo'lsa piyonista, alkash bo'ladi. Pulni olsa, biznesmen, bankir bo'ladi. Kartaga yopishsa qimorboz bo'ladi. Ayollarning rasmini olsa, xotinboz bo'ladi. Qo'yib yuboring bolani. Qo'yib yuborgan ekan, chaqaloq g'alati ekan. Shunday kelib 3 yashar bola dasturxonni vijit deb yig'ibdi. Ota-ona hayron. Voy voy voy. Hammasini olib qo'ydi-yu. Kim bo'ladi? Qo'rqmanglar, bu artist bo'ladi degan ekan. Bizi kasbimiz shunaqa. Hamma sohadan azgina bilishimiz kerak. Men oshpazni gapiraman, militsiyani gapiraman, uchuvchilarni gapiraman, doktorlardan qo'rqaman. Zalda doktorlar bormi? Bor, ana sizlardan qo'rqaman. Chunki sizlarga farqi yo'q. Obid asommi, qo'ymi? So'yib tashaverishadi, to'g'risi. Men badanimgacha pichoq tegmagan, behazil. Boshqa tegmagan. Ya tegan. 4 yoshligimda eslayo'sha. O'shandagi tegmagan. O'shandagi tegmagan. Endi yo, men qo'rqaman deb appendisit bo'lib qolsam, Xudo ko'rsatmasin, ha? Mana o'tiribdi hozir zalda xirurg, dedi-yu. Shuni qo'liga tushsam, banisasiga. Bularga farqi yo'q. Obidmi, sigirmi? Skalpelni oladi. Ya, bopladi-da obidcha. Ey, narkoz. O'zimizni mesni narkoz. G'ish bilan buring. Ana bo'ldi. Uxladi, yomon bopladi, dom texnikaga keldi. Voy, rosa kuldirdi-ya. Doktorlarni rosa mazax qildi, rasvoh. Tak, mana buni 40. Men javob beraman, 40-vering. 40. Bobik, ma. Bugun seni optekaga boqadi, ma. Ana, ya yomon, bir qarish bo'lsa ham ich to'la gapir, 1 soat gapirdi. Mana shuni ham 40. 40 o'lmaydi, kamroq ovqat yeydi, 40. Men javob beraman, 40-vering. Bobik, ma. Bo'ldi, boshqa go'sh qolmadi. Pashol. To'ymaydi, yosh palakata. Har kuni go'sh beraman. Yo'qol, ket. Ey o'l, men buni ham kesing. Kesvering bo'pti endi. Bobik to'ymayapti, kesing. Ma Bobik, bo'ldi, bor yo'qol, ovqat qolmadi. Bo'ldi, tikinglar. O'ziga keltiringlar, operatsiya tugadi. Tak, yozinglar, Obid. Tak, appendisit. Familiyasi nima edi? Asomov? Aniq Asomovmi? Voy palakat. Asomovmidi? Haynecha to'g'rilab qo'ying, Asomova qilib qo'ying. Bu albatta hazil, doktorlarimiz sog' bo'lsin, yaxshi o'tiribsizlar. Konsertimiz chiroyli boshlandi. Men shetdaman, hali yana kulishamiz. Bir pas nafas rostlab olinglar. Bugun Rustamjon Hamidov konserti, uni yangi qo'shiqlari bor sizlarga atalgan. Bugun juda hayajonda bu yigit. Men ham bir payla choy ichib konsertni sizlar bilan birga tomosha qilaman. Bitta qarsakni chalamiz, boshlovchimizni badiiy maydonimizga chaqiramiz. Marhamat.